Yaqindagina, ya'ni 10-15 kun avval bir qozog'istonlik bemorimiz, ya'ni 7 yasharlik ukamizni kriptorxizm bo'yicha operatsiya qilib bergandim. Ya'ni chap moyaki joyida tushmaganligi sababli meni ko'nglimni xira qiladigan bitta ish bo'libdi. Ya'ni uni iplarini oldirish uchun o'zlaridagi xirurgga olib borishganda noto'g'ri qildiribsan. U yerdagi shifokorlar yaxshi emas. O'zi 10 yosh, 15 yoshda yugursa, boshqa qilsa o'zi tushib ketardi deb shunaqa bir ahmoqona gap gapiribdi. Men nima demoqchiman, ota-onalar, bu bo'lmagan gap. Yursa tushib ketadi, yugursa tushib ketadi. Tushadigan bo'lsa yoshligidan tushadi. Farzandingizda 1 yoshgacha tushmadimi? Olib boringlar mutaxassisga. Vaqtida harakat qilinglar. Bizni klinikamizga kelsanglar, kriptorxizm sababli azospermiyalar, ya'ni urug'i 0 ga tushib qolgan bemorlar juda ham ko'p. Bu albatta vaqtida ota-onalarning befarqligi sababli yuzaga kelgan muammo. Agar kimdir sizga, farzandingizga maktab paytida bo'lsin yoki nechidir yosh bo'lsin, yugursin, boshqa qilsin, keyin tushadi desa, bu hammasi quruq gap. O'sha keyingi taktikani bilmaydiki, sizlarga shunaqa ma'lumot berib, sizlardan o'zini olib qochadi yoki sizlardan qutulishga harakat qiladi. Farzandingizda ushbu muammo yuzaga keldimi, darhol buni yechimini topinglar. Mana shu 7 yasharli bemorimizda ham hammasi joyida bo'ldi. Tuxumlari sog'lomligicha yorg'oq xaltasiga tushirildi va bu bemor bemalol xudo xolasa kelajakda farzandli bo'lishi mumkin.